Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Agar siz nafaqangizni bank kartasiga qabul qilsangiz, hozirroq shu videoni diqqat bilan ko'rishingizni iltimos qilaman. Chunki bugun sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim va hayotiy masala haqida gaplashamiz. Yaqinda kuchga kirgan va yaqin kunlarda yanada kengayishi kutilayotgan yangi cheklovlar nafaqangizdan foydalanish tartibini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Bu juda jiddiy mavzu bo'lib, uning tafsilotlarini bilish har bir nafaqaxo'r uchun shart. Shuning uchun videoni boshidan oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Unda siz uchun foydali bo'lgan barcha ma'lumotlar bor va albatta hozirroq kanalimizga obuna bo'lishni hamda ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlar ulashish uchun ilhom beradi. Endi esa asosiy masalaga o'tamiz. Avvallari aksariyat nafaqaxo'rlar nafaqalarini bank kartalariga olishganida bu pullardan foydalanishda katta erkinlikka ega edilar. Ko'pchilik pulni qaysi maqsad ishlatishi yoki kimga o'tkazishi borasida jiddiy cheklovlarga duch kelmasdi. Nafaqaxonalar o'z kartalaridan istagan miqdorda naqd pul yechib olishlari, boshqa shaxslarning kartalariga bemalol pul o'tkazishlari yoki hatto ba'zi hollarda kichikroq tadbirkorlik faoliyatida ham ushbu kartalardan foydalanishlari mumkin edi. Aslida bu ham noto'g'ri edi. Chunki nafaqa kartasi tadbirkorlik uchun mo'ljallanmagan. Lekin shunga qaramay, amalda bunga ko'pchilik e'tibor bermasdi. Asosan banklar uchun muhim bo'lgan yagona jihat bu kartadagi mablag'larning manbai qonuniy ekanligi edi. Ya'ni nafaqa pullari davlat tomonidan belgilangan tartibda o'tkazilardi. Bank tizimi bunday kartalardagi tranzaksiyalarni juda yaqindan kuzatmasdi. Chunki ular asosan ijtimoiy to'lovlar uchun mo'ljallangan edi. Bu holat ko'pchilik uchun qulay edi, lekin ayni paytda ba'zi xavflarni ham yashirardi. Masalan, nafaqa pullarining yashirin iqtisodiyotda ishlatilishi, pul yuvish sxemalariga aralashish yoki nafaqaxo'rlarning o'zlarini firibgarlik qurboni bo'lishlariga imkoniyat yaratardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. So'nggi paytlarda moliyaviy tizimda shaffoflikni oshirish, pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish, shuningdek nafaqaxo'rlarning o'zlarini firibgarlikdan himoya qilish maqsadida bir qator yangi choralar joriy etilmoqda. Endi nafaqa kartalariga nisbatan ba'zi cheklovlar qo'yilishi kutilmoqda va bu cheklovlar sizning kundalik moliyaviy operatsiyalaringizga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Bu o'zgarishlar nafaqa mablag'larining faqat belgilangan maqsadda, ya'ni nafaqaxo'rning o'z ehtiyojlari uchun ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan. Hukumat va banklar nafaqa kartalari orqali amalga oshirilayotgan har bir tranzaksiyani yanada qat'iy nazorat qilishga kirishmoqda. Shuning uchun avvalgi erkinliklar endi cheklangan bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, siz endi nafaqa kartangizdan avvalgidek istagan maqsadda va istagan miqdorda foydalana olmasligingiz ehtimoli bor. Ushbu yangi cheklovlar haqida batafsilroq gaplashamiz. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar esa xavotirlanmasligi mumkin? Shuningdek, qanday vaziyatlarda qanday qadamlar qo'yish kerakligini real misollar bilan tushuntiraman. Birinchi asosiy qism yangi cheklovlarning batafsil tahlili. Nima bilish kerak? Yangi qoidalar asosan quyidagi turdagi moliyaviy operatsiyalarga taalluqli bo'ladi. 1. Naqd pul yechish cheklovlari. Endi nafaqa kartasidan bir oyda yechib olinadigan naqd pul miqdori uchun ma'lum bir chegara belgilanishi mumkin. Masalan, bir oyda 3 million so'mdan ortiq naqd pul yechib olishga ruxsat berilmasligi mumkin. Bu chegara har bir bankda va vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin, ammo umumiy tendensiya shunday bo'lishi kutilmoqda. Bu cheklovlar nafaqa pullarining katta qismini naqdlashtirib, keyinchalik norasmiy iqtisodiyotda ishlatilishining oldini olishga qaratilgan. Shu bilan birga bu nafaqaxo'rlarni firibgarlikdan himoya qilishga ham xizmat qiladi. Chunki katta miqdordagi naqd pulni olib yurish xavfli bo'lishi mumkin. Okey. Boshqa shaxslarning kartalariga pul o'tkazish cheklovlari. Sizning nafaqa kartangizdan boshqa jismoniy shaxslarning kartalariga o'tkaziladigan pullar uchun ham chegaralar qo'yiladi. Masalan, kunlik 20 million so'mdan, oylik esa 5 million so'mdan ortiq pul o'tkazish cheklanishi mumkin. Bu cheklov ayniqsa bir nechta shaxsga muntazam ravishda pul o'tkazadigan nafaqaxo'rlar uchun muhimdir. Bu choralar firibgarlikning oldini olishga va nafaqa kartasining noqonuniy yo'llar bilan ishlatilishini kamaytirishga qaratilgan. Masalan, ba'zi hollarda nafaqaxo'rlarning kartalaridan 3-shaxslar
noqonuniy operatsiyalarni amalga oshirish uchun foydalanishlari mumkin. Uchun asta karta orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalar hajmi ba'zi hollarda bir oyda nafaqa kartasi orqali amalga oshiriladigan umumiy tranzaksiyalar hajmi uchun ham yuqori chegara belgilanishi mumkin. Masalan, bir oyda kartada umumiy 10 million so'mdan ortiq pul aylanmasi kuzatilsa, bank tomonidan qo'shimcha tekshiruvlar talab qilinishi mumkin. Bu ayniqsa nafaqa kartasidan kichik biznes faoliyatini yuritish uchun foydalanadiganlar uchun muhim. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Xavotirlanishi kerak bo'lganlar, doimiy ravishda katta miqdorda naqd pul yechib oladiganlar. Agar siz har oy nafaqangizning asosiy qismini yoki undan ham ko'proq pulni masalan qo'shimcha kirimlar hisobiga naqdlashtirsangiz, siz yangi cheklovlarga duch kelishingiz mumkin. Muntazam ravishda boshqa shaxslarning kartalariga katta miqdorda pul o'tkazadiganlar, agar siz nevaralaringizga, farzandlaringizga yoki boshqa qarindoshlaringizga muntazam ravishda katta summalar o'tkazib tursangiz, bu cheklovlar sizga ta'sir qilishi mumkin. Nafaqa kartasini tadbirkorlik maqsadida ishlatadiganlar. Agar siz kichik biznes bilan shug'ullansangiz va mijozlardan to'lovlarni nafaqa kartangizga qabul qilsangiz, kartangiz bloklanishi va qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazilishi ehtimoli yuqori. Banklar bunday operatsiyalarni darhol shubhali deb belgilaydi. Uchinchi shaxslarga o'z kartasidan foydalanishga ruxsat berganlar, kartangizni boshqa birovga berib qo'ygan bo'lsangiz, bu ham yangi cheklovlarga sabab bo'lishi mumkin. Kartadan faqat uning egasi foydalanishi kerak. Asli xavotirlanmasligi mumkin bo'lganlar nafaqasini asosan kundalik xarajatlar uchun ishlatadiganlar, ya'ni supermarketlarda, dorixonalarda to'lovlar, kommunal xizmatlar uchun to'lovlar, kichik miqdordagi naqd pul yechib olish kabi odatiy operatsiyalarni amalga oshiradiganlar uchun katta muammo bo'lmasligi kerak. Asli bir martalik katta xaridlar uchun to'g'ri orqali to'lov qiladiganlar. Masalan, mebel yoki maishiy texnika xarid qilganingizda to'lovni bank kartasi orqali to'g'ri savdo nuqtasiga o'tkazsangiz, bu odatda muammosiz bo'ladi. Chunki bu naqd pul yechish yoki boshqa shaxsga o'tkazish hisoblanmaydi. Real hayotiy misollari vaziyatlar. Bir misol Oysha xolaning kvartira ijarasi masalasi. Oysha xola 75 yosh. Har oy 3 million so'm nafaqa oladi. U yashaydigan kvartiraning ijara haqqi 2 million so'm bo'lib, har oy egasiga ushbu summani naqd pulda to'laydi. Qolgan 1 million so'm nafaqasini esa nevarasining kontrakt puliga yordam sifatida uning kartasiga o'tkazadi. Avvalgi holat, Oysha xola bankomatdan 2 million so'm naqd pulni yechib olar. Qolgan 1 million so'mni esa mobil ilova orqali nevarasiga jo'natardi. Hech qanday muammo bo'lmasdi. Shu yangi holat faraz qilaylik, yangi cheklovlar bo'yicha bir oyda naqd pul yechish chegarasi 2 million so'm etib belgilandi. Boshqa shaxslarning kartalariga o'tkazish chegarasi esa 800 ming so'm etib belgilandi. Endi Oysha xola 2 million so'm naqd pul yechib ololmaydi. Maksimal 25 million yechib olsa, qolgan 500 ming so'mni qanday to'laydi? Uy egasi naqd pul talab qilmoqda. Nevarasiga 1 million so'm o'tkaza olmaydi. Chunki chegara 900 ming so'm. U faqat 900 ming so'mni o'tkazishi mumkin. Qolgan 200 ming so'm esa qolib ketadi. Oqibati Oysha xola bankka borib vaziyatni tushuntirishga majbur bo'ladi. U uy egasi bilan kelishishi yoki ijara haqqining bir qismini boshqa yo'l bilan to'lashga majbur bo'ladi. Nevarasiga pul o'tkazish uchun esa boshqa variantlarni qidirishi yoki pulni ikki qismga bo'lib 2 kun ichida o'tkazish kerak bo'ladi. Agar kunlik chegara bo'lsa, bu unga juda ko'p ovoragarchilik tug'diradi. 2. Misol. Ahmad bobo va uning o'g'lining pul o'tkazmalari. Ahmad bobo 65 yosh, nafaqasi 2 million so'm. Uning o'g'li chet elda ishlaydi va har oy otasining nafaqa kartasiga qo'shimcha 4 million so'm yuboradi. Ahmad bobo bu pulning katta qismini dori-darmon, oilaviy ehtiyojlar va ba'zan cho'ramollarga yem-xashak sotib olish uchun bozorga borganda naqd pulda ishlatadi. Avvalgi holat. Ahmad boboning kartasiga o'g'lidan muntazam ravishda pul kelib turardi. U bemalol pullarni yechib olar yoki xaridlarni amalga oshirardi. Asosiy holat, aytaylik, nafaqa kartasi uchun bir oyda umumiy tranzaksiya kirim va chiqim chegarasi 8 million so'm etib belgilandi. Shuningdek, uchinchi shaxslardan kirimlar uchun alohida cheklovlar qo'yildi. Agar Ahmad bobo 5 million so'm nafaqa olsa va o'g'lidan 4 million so'm kelib tursa, jami kirim 6,5 million so'm bo'ladi. Bu tranzaksiya chegarasiga yaqin. Ammo agar o'g'lining
puli boshqa shaxsdan kiruvchi pul o'tkazmasi sifatida ko'rib chiqilsa va bu uchun pastroq chegara bo'lsa, masalan, 10 million so'm u holda o'g'lining 4 million so'mi to'liq kelmasligi mumkin. Shuningdek, agar u har oy 4 million so'm naqd pul yechib olsa, naqd pul 2 million so'm uni cheklashi mumkin. Oqibati. Asterisk Ahmad boboning kartasiga o'g'lidan keladigan pullar to'xtatib qo'yilishi yoki qisman kelishi mumkin. Bank undan pullarning kelib chiqishi va ulardan qanday foydalanilayotgani haqida tushuntirish talab qilishi mumkin. Agar u nafaqa kartasini chorvachilik kabi biznes faoliyatiga oid xarajatlar uchun ishlatayotgan bo'lsa, bu uning kartasining bloklanishiga ham olib kelishi mumkin. Bu esa Ahmad boboga katta qiyinchiliklar tug'diradi. 30 asosiy misol. Gulnora opaning kundalik xarajatlari. Gulnora opa 6 yosh, nafaqasi intaqti million so'm. Uning nafaqasi asosan kundalik ehtiyojlariga oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, dori-darmonlar va haftasiga 200-300 ming so'm miqdorida naqd pul yechib olishga ketadi. Avvalgi va yangi holat. Gulnora opaning xarajatlari har qanday yangi cheklovlar doirasidan chiqib ketmaydi. U asosan karta orqali to'lov qiladi. Naqd pul yechish miqdori ham juda kam. Boshqa shaxslarga pul o'tkazmaydi. Oqibati Gulnora opa uchun hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Uning moliyaviy odatlari yangi qoidalarga to'liq mos keladi va u nafaqasidan avvalgidek muammosiz foydalana oladi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi cheklovlar birinchi navbatda nafaqa kartasidan katta miqdordagi tranzaksiyalar, pul o'tkazmalar yoki tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanadiganlarni qamrab oladi. Oddiy. Kundalik ehtiyojlar uchun kartadan foydalanuvchilar esa odatda bu cheklovlarga duch kelmaydilar. Asterisk ikkinchi asosiy qism. Qoidalardan istisnolar, yashirin xavflar va noaniq nuanslar har qanday qoida bo'lgandek, bu cheklovlarda ham istisnolar mavjud bo'lishi mumkin. Ularni bilish sizga ko'p yordam beradi. Asosiy qoidalardan istisnolar. Birisi asosiy tibbiy xizmatlar va ta'lim uchun to'lovlar. Agar siz katta miqdorda tibbiy xizmatlar uchun to'lov qilishingiz kerak bo'lsa, masalan, operatsiya, qimmat dori-darmonlar yoki farzandlaringiz, nevaralaringizning ta'lim kontaktlari uchun to'lovlar amalga oshirsangiz, banklar bu operatsiyalarga nisbatan yumshoqroq munosabatda bo'lishi mumkin. Ammo bu vaziyatlarda sizdan tegishli hujjatlar, shartnomalar, cheklar, kasallik varaqalari, kontraktlar talab qilinishi mumkin. Shu sababli bunday turdagi to'lovlarni amalga oshirganda barcha tasdiqlovchi hujjatlarni saqlab qo'ying. Ba'zi banklar hatto bunday to'lovlar uchun alohida kanallar yoki cheklovsiz o'tkazmalar imkoniyatini yaratishi mumkin. Agar pul to'g'ridan-to'g'ri tibbiyot muassasasi yoki ta'lim tashkilotining hisobiga o'tkazilsa, ikkiz davlat xizmatlari va kommunal to'lovlar, elektr energiyasi, gaz, suv, uy-joy kommunal xizmatlari, soliqlar yoki boshqa davlat xizmatlari uchun to'lovlar odatda cheklovlar ostiga tushmaydi. Bu to'lovlar bevosita davlat tashkilotlarining hisob raqamlariga o'tkazilganligi sababli ular moliyaviy nazorat tizimi tomonidan ijtimoiy muhim operatsiyalar deb hisoblanadi. Siz bu to'lovlarni mobil ilovalar, bankomatlar yoki bank kassalari orqali bemalol amalga oshirishingiz mumkin. 3. Asosiy yaqin qarindoshlarga o'tkazmalar ayrim hollarda. Ba'zi banklar va tizimlar yaqin qarindoshlar, er-xotin, farzandlar, ota-onalar o'rtasidagi pul o'tkazmalariga nisbatan yuqoriroq chegara qo'yish yoki ularni butunlay istisno qilishi mumkin. Biroq bu har doim ham shunday bo'lmaydi va har bir bankning o'z qoidalari bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu kabi o'tkazmalarni amalga oshirishdan oldin o'z banklaringiz bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Ba'zi banklar hatto oilaviy karta xizmatlarini taklif qilishi mumkin. Bu esa oila a'zolari o'rtasida pul almashishni osonlashtiradi. 4. Banka murojaat qilib asoslab berish agar sizda katta miqdorda naqd pul yechish yoki pul o'tkazishga ehtiyoj tug'ilsa va bu cheklovlardan oshib ketsa, bankka shaxsan murojaat qilishingiz va vaziyatni batafsil tushuntirishingiz mumkin. Tegishli hujjatlar, masalan, yirik xarid cheki, shartnoma, davolanish uchun yo'llanma bilan bank mutaxassislari sizga yordam berishlari va istisno tariqasida operatsiyani amalga oshirishga ruxsat berishlari mumkin. Albatta, bu holatda sizdan sababni isbotlovchi aniq dalillar talab qilinadi. Asli yashirin xavflar va noaniq nuanslar, nafaqa kartasini biznes maqsadida ishlatish bu eng katta xavflardan biridir. Agar siz nafaqa kartangizga mijozlardan to'lov qabul qilsangiz yoki uni tovar moddiy boyliklar sotib olish uchun muntazam ravishda ishlatsangiz, bank buni darhol shubhali faoliyat deb baholaydi. Natijada kartangiz bloklanishi
hisobingiz muzlatilishi va sizdan soliq idoralari bilan bog'liq tushuntirishlar talab qilinishi mumkin. Bunday hollarda hattoki sizning nafaqa pullaringiz ham vaqtinchalik bloklanishi mumkin. Qonunchilikka ko'ra nafaqa kartalari tadbirkorlik faoliyati uchun mo'ljallanmagan. 2 astirish kartani 3-chi shaxslarga berish. Do'stlar yoki uzoq qarindoshlarga o'z nafaqa kartangizdan foydalanishga ruxsat berish juda katta xavf tug'diradi. Birinchidan, agar ular kartangiz orqali cheklovlardan oshgan operatsiyalarni amalga oshirsalar, javobgarlik sizning zimmangizda bo'ladi. Ikkinchidan, firibgarlar bunday vaziyatlardan foydalanib sizning pulingizni o'zlashtirishlari mumkin. Bank kartasi shaxsiy hujjat hisoblanadi va undan faqat egasi foydalanishi lozim. 3. Bank bildirishnomalarini e'tiborsiz qoldirish. Banklar har qanday yangi cheklovlar, shubhali operatsiyalar yoki kartangizga oid boshqa muhim ma'lumotlar haqida SMS orqali yoki mobil ilovalar orqali xabar berishadi. Agar siz bu bildirishnomalarga e'tibor bermasangiz, kartangiz bloklanishi yoki boshqa moliyaviy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Har bir bildirishnomani diqqat bilan o'qish va tushunishga harakat qilish juda muhimdir. Agar tushunmasangiz, darhol bankka murojaat qiling. 4. Bir nechta bank kartalari bo'lsa, agar sizda bir nechta bank kartalari bo'lsa, masalan, nafaqa kartasi va oddiy debit karta, ba'zi cheklovlar barcha kartalaringizdagi umumiy tranzaksiyalar yig'indisiga taalluqli bo'lishi mumkin. Ya'ni banklar sizning umumiy moliyaviy faoliyatingizni kuzatishi mumkin. Shuning uchun har bir karta bo'yicha cheklovlarni alohida bilish, shuningdek umumiy cheklovlar mavjudligini aniqlash zarur. 5. Asos qoidalarning maqsadi. Unutmang, bu cheklovlar sizni jazolash emas, balki sizning pulingizni firibgarlikdan himoya qilish, moliyaviy tizimdagi shaffoflikni oshirish va pul yuvish kabi noqonuniy faoliyatning oldini olishga qaratilgan. Shuning uchun bu qoidalarni tushunish va ularga rioya qilish sizning moliyaviy xavfsizligingiz uchun muhimdir. Asosiy praktik maslahatlar. Nima qilish kerak? Aziz tomoshabinlar, endi eng muhim qismga keldik, amaliy tavsiyalar. Yangi cheklovlar bilan bog'liq muammolarga duch kelmaslik uchun siz qanday qadamlar qo'yishingiz kerak? Eng qadam o'z banklaringizning qoidalarini aniqlang. Birinchi navbatda sizning nafaqa kartangiz qaysi bank tomonidan berilgan bo'lsa, o'sha bankning rasmiy veb-saytiga kiring yoki ularning kol markaziga qo'ng'iroq qiling. U yerdan naqd pul yechish, pul o'tkazish va umumiy tranzaksiya hajmi bo'yicha amaldagi cheklovlar haqida batafsil ma'lumot oling. Har bir bankning qoidalari bir-biridan biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun aynan sizning banklaringizdagi cheklovlarni aniq bilish juda muhim. Kol markaziga qo'ng'iroq qilganingizda o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi, PINF tayyorlab qo'ying. Chunki operatorlar sizni identifikatsiya qilishlari kerak bo'ladi. Ulardan bevosita nafaqa kartam uchun naqd pul yechish limiti qancha, boshqa kartalarga o'tkazish limiti-chi deb so'rang. Ikkinchi qadam. O'zingizning odatiy moliyaviy odatlaringizni tahlil qiling. Odatda bir oyda qancha naqd pul yechyapsiz? Kimlarga pul o'tkazyapsiz va qancha miqdorda? Sizning xarajatlaringiz va o'tkazmalaringiz bank belgilagan yangi cheklovlarga mos keladimi? Agar sizning moliyaviy operatsiyalaringiz cheklovlardan oshib ketsa, bu odatlarni o'zgartirish haqida o'ylashingiz kerak. Masalan, agar siz odatda 3 million so'm naqd pul yechib olsangiz, lekin yangi chegara 2 million so'm bo'lsa, sizning naqd pulga bo'lgan ehtiyojingizni qanday qondirish haqida o'ylab ko'ring. Balki ba'zi xaridlarni karta orqali amalga oshirishga o'tasiz. 3 qadam. Muqobil to'lov usullarini ko'rib chiqing. Agar siz muntazam ravishda katta miqdorda pul o'tkazsangiz, masalan, farzandlaringizga yordam berish uchun boshqa variantlarni ko'rib chiqing. Oilangiz a'zolari bilan birgalikda banklarda oilaviy kartalar ochish imkoniyatini o'rganing. Ba'zi banklar bunday kartalarga nisbatan yuqoriroq o'tkazma limitlarini taklif qilishi mumkin. Yoki pulni to'g'ridan-to'g'ri bank hisob varaqlariga o'tkazish imkoniyatini o'rganing. Bu ba'zan karta o'tkazmalariga nisbatan kamroq cheklovlar ostida bo'ladi. Shuningdek, uy egasi yoki boshqa xizmat ko'rsatuvchilardan naqd pul o'rniga bank kartasi orqali to'lov qabul qilishlarini so'rang. Asosiy qadam, katta tranzaksiyalar uchun hujjatlarni saqlab qo'ying. Agar sizga katta miqdorda pul kerak bo'lsa, masalan, tibbiy muolaja, ta'lim uchun va bu cheklovlardan oshib ketsa, tegishli hujjatlarni, cheklar, shartnomalar, ma'lumotnomalar saqlab qo'ying. Bu hujjatlar sizning harakatlaringizning qonuniyligini isbotlash uchun bankda kerak bo'ladi. Ular sizning maqsadingizni tasdiqlashda
yordam beradi va banka operatsiyani istisno tariqasida amalga oshirishga ruxsat berish uchun asos bo'ladi. Asas 5 qadam. Kartangizni boshqalarga bermang. Bu juda muhim. Nafaqa kartangiz shaxsiy mulkdir. Uni hech kimga, hatto yaqin qarindoshlaringizga ham bermang. Agar ular sizning kartangizdan foydalanib cheklovlardan oshgan operatsiyalarni amalga oshirsalar. Buning barcha huquqiy oqibatlari sizning zimmangizda bo'ladi. Bundan tashqari firibgarlik xavfi ham yuqori. PIN kod, kartaning sababiy raqami va boshqa maxfiy ma'lumotlarni hech kimga oshkor qilmang. Agar chegara oshib ketsa yoki karta bloklansa, darhol bankka murojaat qiling. Vahima qilmang. Bunday vaziyatda birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish bu kartangiz berilgan bankka murojaat qilishdir. Ularning qo'l markaziga qo'ng'iroq qiling yoki eng yaqin bank filialiga boring. Vaziyatni tushuntiring. Qaysi operatsiya tufayli muammo yuzaga kelganini aniqlang va ularning ko'rsatmalariga amal qiling. Bank sizdan ba'zi ma'lumotlar yoki hujjatlar talab qilishi mumkin. Ularni imkon qadar tez taqdim etishga harakat qiling. Asosiy 7 qadam. Tadbirkorlik faoliyati uchun alohida hisob oching. Asosiy, agar siz kichik biznes bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, nafaqa kartasidan foydalanmang. Bu qat'iyan man etiladi va katta muammolarga olib kelishi mumkin. Buning uchun bankda alohida tadbirkorlik hisob varag'i ochishingiz shart. Bu sizga moliyaviy operatsiyalaringizni qonuniy va shaffof tarzda yuritish imkonini beradi. Shuningdek, nafaqa kartangizga nisbatan qo'yilgan cheklovlarga duch kelishingizning oldini oladi. Asoz qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Sizning pasportingiz doimo yoningizda bo'lsin. Nafaqa guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, katta miqdordagi xaridlar yoki to'lovlar uchun cheklar, shartnomalar, kvitansiyalar, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, tug'ilish haqidagi guvohnoma. Agar siz yaqin qarindoshlaringizga katta miqdorda pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz va bank buni so'rasa, qayerga murojaat qilish kerak? O'zingizning xizmat ko'rsatuvchi bank filiali, bankning qo'l markazi, bankning mobil ilovasi orqali, chat orqali maslahat olish. Agar muammo nafaqa to'lovining o'zida bo'lsa, kartaga kelmagan bo'lsa, ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz mumkin. Aziz do'stlar, bugungi video nafaqa oladigan har bir kishi uchun juda muhim edi deb umid qilaman. Bu cheklovlar sizning shaxsiy moliyaviy xavfsizligingizni ta'minlashga va moliyaviy tizimda tartibni o'rnatishga qaratilganini unutmang. Bu o'zgarishlarga tayyor bo'lish va ularni tushunish sizni ko'plab kutilmagan muammolardan himoya qiladi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan vaziyatlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Biz sizning har bir savolingizga javob berishga harakat qilamiz. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki bunday muhim ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormang. Keyingi foydali videolarimizda ko'rishguncha xayr.